Bahar o'zi qabristondan boshlanadi. Mehribon Parvardigor birinchi marhumlarni tabriklaydi gul bilan. Sababki har bir qabrda atrofida o'sib turgan maysa bormi, gul bormi, hammasi ana shu qabrni egasiga rahmat aytib, sano aytib turar emish. Ana shu farzandlari gul qo'ymasa ham, farzandlari kelib bir ziyorat qilmasa ham, qabrlarni Alloh taolo o'zi mehribonchiligi bilan shunday obod qilib turadi. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum. Onam oyog'i 6, qo'li 7 ayol edi. Onam bir paytda o'zida uyda ham supurardi, taom tayyorlab kelardi, qo'y ham so'yib qo'yaverardi. Shuncha hammasiga ulgurib ketardi. Haddili, tikka gapli, to'g'risini aytadigan mardona ayol edi. Otamni pirday ko'rardi. Hech kimdan borini yashirmas edi. Qo'li saxovatli, tabib edi. Yosh go'daklarni tomoqlarini bosardi. Qo'li chiqqanda qo'lini solardi. Ko'p chaqaloqlarga dayalik qilgan. Qishloq to'la hamma onamning nevaralari. Onam menga ko'p aytgan. 5 bolam bir joq, sen bir joq. Hammasini qancha yaxshi ko'rsam, sening bir o'zingni shuncha yaxshi ko'raman, der edi. Ana shu mehr, ana shu sehr tilimizga she'r solgan. Ana shu egizak haqida o'ylasam, hayotning bir falsafasini yodga soladi. Qanchalik xohlasangiz ham, akangiz ham, o'zingiz ham baribir ikkalangiz ikkita joyda yashaysiz. Ikkalangiz ikkita turmush kechirasiz, ikkita taqdirni sohibi bo'lasiz. Egizak tepaligida ana shu ramz bor. Men doim mana shu egizakka termilsam, egizakni Toshkentlarda yurib sog'insam, shu ramzni eslayman. Mana bu egiz tepa, egizak deydi xalq tilida. Kim qo'yini shu atrofda yurib yo'qotsa, qo'yinimi, podasini, molini, egizakni ustiga chiqib qara, o'sha yerdan hamma narsa kaftagidek ko'rinadi deydi. Bu tepalikning meni bolaligimga hamroh bo'lgan bir xotiralarim bor bu yerda. Bu mana shu egiz tepaning mana kattasining ustida bundan 33 yil avval 12 yoshimda qo'y boqib yurib uxlab qolganman. Keyin uyg'onsam qo'y yo'q. Qidirdim. Nariyoqdagi pastda yurgan kolxozning cho'poni Mamadi Boboxonovning qo'yiga borib qo'shilib ketgan ekan.
Oşa keçqurun iki sürü qo'shilib ketsa, onu ajratib olish o'ta azobi. Shu egizakning shamolida mazza qilib uxlaganimda hisobiga Mamad cho'pondan ham, otamdan ham rosa kaltak yeganman. Bu joyning shamoli qishin yozin bir daqiqa ham shamol to'xtamaydi. Mana shu qishloqda shunday bir kimdir bug'doyini sovurib shamolga ajratib ololmay dangasalik qilib bahona qilib o'tirib ishni bajarmagan bo'lsa, endi sening bug'doyingni egizakning ustiga chiqarib beraymi deydi boshqalari. Dakki beradi. Ana shu shamol to'xtamaydi. Mana shundan to ko'rinib turgan cho'lbayir toqqacha o'rkach qirlar hammasi Qumqo'rg'on tumanimizning yaylovi. Bu qirlar, bu shamollar odamlarni baxsh qiladi, shoir qiladi, so'zga usta qiladi. Bizning Katmanda yashaydigan odamlarning hammasida ham shuncha bo'lsa ham ijodkorlik bor. Qaysi bir zamonda Mengniqul degan lopchi o'tgan ekan. Baxshi ham chiqqan, chavandaz ham, polvon ham, shoir ham, hofiz ham, lopchi ham. Endi elda bu. O kishining lofiga odamlar muxlis ekan. Chunki u shunday chiroyli aldar ekanki, hamma shunga qiziqar ekan. O'sha Mengniqul bobo o'zining tarixini aytib beribdi-da bir davrada. Otam bilan bir egizakning ustida bir davrada o'tirib edik. Onda men 10 yashar bola edim debdi. Cho'lbayirning ostida bir kiyik turibdi. Ko'ryapsizlarmi? Men ko'ryapman dedi otam debdi. Yo'q desa, qaytib ko'rasan, u 10 kunlik yo'l desa, men otam tizzasiga turtib, ota ko'ryapsizmi? Shu kiyikning bolasi bor ekan, bolasi dumini bunday likillat yemayapti debdi. Shundan keyin shu kishini Mengniqul deydi-da, qolgan odamlar orasida birov lofga qo'shib gapirsa, Mengniqul deb qo'yadi unga nisbatan. Gap to'raldi. U Mengniqul shunaqa bir adabiy obrazda-ligi, xalqning qahramoni. Qayerlardadir odam siqiladi hayotda, zerikasiz. She'rlarda odam qumsab qoladi-da. She'rlarga kesang, bir g'ami tashvishing bo'lmasa, yelkangda mas'uliyating bo'lmasa ekanda, shu yursang qo'y baqib, sibizg'an chalib. Mana jonimni qarang. Bu qush qiyg'ir. Şu havoning sultoni shu. Bu qush osmondan yerga 3000 kilometr tezlikda kelib tushadi. Buni shamolini qarang.